إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimizda tafakkur haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda bizni tafakkur qilishga buyurib, mundaq degan: "Inna fi xalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Allazina yazkurunalloha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard. Rabbana ma xalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar." Şəksizki, osmonlarning və zəminin yaratılışıda, kecha bilan kunduzning növbətləşib turishida, aqli sağlam kişiler üçün əlbəttə Allah'ın birlikini və qudretini göstərən op-ochiq delillər var. Ular uyru turğandımı, oturğandımı, yatqandımı Allah'ını əsləb turdu. Osmonlarning və zəminin yaratılışı toğrusida fikir yürgüzüdü. Və mundaq deydi: "Ey Rabbimiz, sen bunu bekarga yaratmadın. Hikmətsiz iş qilishdan əlbəttə paktursan. Bizni do'zax azobini saqlagin." Qur'on Karimda kelgan amirlar uning hammasi farzlikni ifodalaydi. Farz amallarni ado qilish ibodat. Masalan, Qur'on Karimda aqimus salata, namoz o'qinglar, atuz zakata, zakat beringlar deganga o'xshash amirlar bor. Ashunga o'xshashlar tafakkur haqidami? Unzuru ma fis samawati val ard. Osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Yani emirlerimi osmonlardagi va zamindagi Alloh taolaning go'zal san'atlarini va qudratiga dalolat qilgan alomatlarni kuzatib tafakkur qilishning farz ekanligini ifodalaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda uning ma'nosini bilib va amal qilishga, ma'nosini bilib uni ijro qilishga tushirgan. Kitobun anzalnahu ilayka mubarakun liyetteberu ayatihi ve liyetezekere ulul albab. Peygamber bu ular ayetlerini tefekkür kılsın ve akıl ilgileri ügüt alsın da biz sana nazil kılgan Kur'an'dır deydi. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kılışka buyurgan, unzur da buyurgan ayetler sani 1300'e yakın. Yani tefekkür kılışka buyurgan şununla okşaş ayetler. 1300'e yakın ayet varken. Bunların hemmesi farzlikni ifodalaydi. Yani tefekkür qilishninki zarur ishlarligini, xuddi namoz, zakatga o'xshash, shu ibodatlarni farz qilgan o'xshash, tefekkür qilishni, o'ylashni Alloh taolo farz qilgan demakchi. Yani tefekkür qilishning hamda bir qancha xil usullari bor. Masalan, 3 xil usulni deylik. Buningki birisi bir narsaning o'zi va uning asli haqida tefekkür qilish. Masalan, koinotdagi eng ulug' mavjudot insan. İnsanla alaylı, insanın üzü, hazırki üzü ve onun eslisi ne? Eslisi bir tamcı su. Xuliqal insan min alaq, yani insan alaqdan. Yani alaq degan nima? Baliyatqının temiga yağmışıp qalgan bir tal sperma uruqchidan, şu uruqchidan yaratilgan degan ayet bunga misal bo'la oladi. Chunki insonning onasining baliyatqusiga eslib qalgan shu bir tal sperma uruqidan yaratilib, koinotdagi barliq mavjudotning xo'jayini va hammasini ish solaydigan, hammasini foydalana shunda bir xo'jayinga aylanganligini tafakkur qilgan bo'lsak, ya'ni insonning hozirgi o'zi asli bilan va hozirgi ahvoli bilan va burqi aslisi bo'lgan bir tamsini tafakkur qilgan bo'lsak, Allohning qudratini albatta tushunamiz va Allohga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi. Yani meni kim shunday qildi degan savol kelsa, tafakkur qilamiz, undan Alloh ekanligini topamiz. Ikkinchisi hamda bir narsaning borligi va yo'qligi ichida. Masalan, biz nima ichida turyapmiz, a'zolarimiz sog', hamma narsamiz bor. Ammo bu yo'q bo'lgan bo'lsa-ku, qanday bo'ladi deb tafakkur qilamiz. Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ularga aytganki, tafakkurlarchi, agar suyunglar singib ketsa, sizlarga kim eqin suvni keltirib berdi degan oyatda tafakkur ustida tafakkur qilib
tafakkur qilib, susiz hayotni tasavvur qilganimizda Alloh taolaning ustimizga haqqini ne qadar katta ekanligini bilamiz. Boshqa a'zolarmi shunga o'xshash, masalan, bu a'zo bo'lmagan bo'lsa qanday bo'ladi deganga o'xshatamiz. Uchinchisi, bir narsaning o'zi va aksi. Masalan, qul araytum in ja'alallohu alaykumul layla sarmatan man ilahun g'ayrullohi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, deb baqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun ta so'zildigan qilib yaratgan bo'lsa, Allohdan boshqa qaysi iloh sizlarga yo'riqlik keltirib beradi? Sizlar texnik aqlinglarni ishlatmamsizlar. Bu oyat ustida tafakkur qilgan odam Alloh taolaning kecha bilan kunduzni almashtirib qilib yaratganlik ne'matini tushunadi. Bu ne'matni insonlar diqqat qilmagan bilan intayin katta bir ne'mat ekanligini biladi. Biz endi tafakkur qilishning yuqorqi 3 xil usuli bo'yicha o'zimizdagi a'zolarimiz tafakkur qilib boqamiz. Masalan, insonninki yuzidagi eng hurmatli a'zosi uning ko'zi. Masalan, ko'z to'g'riliq o'ynab baqsaq, masalan, tabiatning barliq go'zalliklarini, Alloh taolaning koinotdagi qudratini va dunyoning huzur halovatlarini ko'rib, huzur elishning birdan-bir quroli ko'z. Agar ko'z bo'lmaydigan bo'lsa, bu dunyoning bunda go'zal yaratilganligining, go'zal chechaklarning borligining, go'zalliklarning borligining hech qanday ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Endi, ya'ni shu ikkinchi usul bo'yicha bu ko'z agar bo'lmagan bo'lsa-chi deb ama kishilarniki ahvolini tasavvur qiladigan bo'lsak, ular uchun ham dunyoning go'zalligining, dunyodagi go'zalliklarning, tabiatning go'zalliklarining hech qanday foydasi bo'lmagan adamlarniki. Shuningdan bilamizki, demak bu ko'rish ne'matining Alloh taolo bizga ato qilgan eng katta ne'mat. Yana bir o'ylab baqsak, insonning ko'zi hozir bu yarishimliq o'zining udulida, ya'ni oldi tarafda bo'lmay, yo yon tarafda, yo oq tarafga bekitilgan bo'lsa, binasini ko'rish uchun qanday qiladi, qanday jabata atadi. Bularning hammasini o'ylaganda Alloh taolaning hamma narsani eng mukammal, eng go'zal shaklda o'zining joyiga, munosib joyiga o'rnashtirib yasaganlik qudratini bilalaymiz. Va fi afala tubsirun deydi. O'zinglar to'g'ri tafakkur qilmamsizlar deydi. O'zinglarda har bir a'zoyingizda ashlab nurg'un alomatlar bor, meniki qudratimni ko'rsatgan deydi Alloh taolo. Endi tafakkur degan ilm, qiziqish va amal degan gap. Chunki tafakkur qilish insonni bilishga erib qoldi. Bilish qiziqishga undaydi. Qiziqish bo'lsa amal qilishga elib boradi. Chunki inson tafakkur qilish orqali bilmaganlarini biladi. Bilish orqali qiziqish hosil qildi. Binasini bilgandan keyin uni vujudga, binasini vujudga chiqarish keldi. Shu qiziqish orqali amalga o'tadi. Qalb Alloh taoloni yod etish bilan orom topsa, tafakkur uzukini ilmdan oladi, ilmdan. Tanış dinning yildizi va ilmning eng afzali, eng avvalgi ilm, eng muhim ilm, eng ahamiyatli ilm Alloh taoloni tanishdir. Alloh taolo o'zini koinot haqiqatlari va Qur'on Karim oyatlari bilan tanitib keladi. Chunki Alloh taolaning ikki kitobi bor. Biri koinot, biri Qur'on Karim. Dinda o'qib, tafsirini bilib, Qur'on Karimning ma'nosini bilishni o'rganganlar Qur'on Karim oyatlari orqali Alloh taoloninki qudratini oyatlar orqali biladi. Fanniy o'quvchilar koinot degan kitobni o'qish orqali Alloh taoloninki qudratini, go'zal san'atlarini biladi. Tafakkur qilish Alloh taoloni tanitishga kafolat qilgan muhim bir amal. Endi eng oddiy maxluq bo'lgan pasha, ya'ni pashvog'i, oshininki mo'jizasi haqida to'xtalaylik masalan. Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha yadribu masalan ma ba'udatan fama fawqaha deydi. Allah haqiqatni o'tirib chiqarish uchun pasha va uning kichik narsalarni misol qilib keltirishni hech tortinib qolmaydi deydi. Masalan, pasha qo'limizga qo'ygandan keyin shunday bir urib qo'ysak o'ladi. Shunda o'ng'ay. Bizga hech qanday bir kuch ketmaydi va hech qanday ziyon yo'q. Shunchalik oddiy bir narsa demoqchiman. Shunda oddiy bir narsa. Pasha oddiy bir pashaning endi qanday mo'jizalar bor ekan, bu to'g'risida ilm ahlilarining, ilm odamlarining
fen sohasida natija qozongan kishilarning bayqashlariga quloq soladigan bo'lsak, deydi, pashining beshida 100 dona ko'zi bo'ladi ekan. Buni pashini mikroskopga qo'yib, cho'ngaytib ko'rgandan keyin bu pashining beshidagi 100 dona ko'zning har biri xuddi shu harining ko'naklaridek ko'rinib turadi ekan. Yana pashining 3 dona yuragi bor ekan. Biri yuragi ko'ksida, ikki yuragi ikki qanotida. Pashining yana qon tashiydigan apparati bor ekan. Har qanday qon har qanday pashiga munosib kelmaydi ekan. Shunga u chekishdan burun avval uni bir tekshiraydi ekan. Tekshirib o'ziga munosib kelsa, uni ushuradi ekan. Masalan, bir karvatda yotgan ikki bolaning ba'zi vaqtida birisininki atdiganda shu kechida pashi chiqib, atdiganda qarasak shu yuzlari qapirib ketganligini ko'ramiz. Birisiga hech kim bo'lmagan. Birisi shunda azoblanib uxlagan, pashining dardidan, birisi rahat uxlagan. Ashundalikni ko'ramiz. Bu amaliyot bu. Chunki ikki qon o'xshash bo'lganligi uchun pashi birisini chaqgan, birisini chaqmagan. Pashi demak chekishdan burun o'zining apparati orqali o'ziga munosib qonni biladi ekan. Uningga pashi yana mas qilish apparati bor ekanda, pashida. Shunga pashi kelib qo'ngandan keyin avval chaqidiga ya'ni mas qilyapti ekan. O'zining ko'ki bilan mas qilayotgandan keyin u rahat chaqidi ekan. Chiqib uchib ketgandan keyin andin bu masninki nimasi kuchi ketgandan keyin biz u pash chaqqanlikni bilamiz, uni uvlashga boshlaymiz endi. Masalan, shunda bir pashi chaqayotganda hech narsani his qilmaymiz. Faqat u pasha uchib ketgandan keyin uni his qilamiz endi. Yana boshqa qonni suyuldiradigan apparati bor ekan. Masalan, ba'zi insonlarning qoni suyuqroq, ba'zi insonlarning qoni quyuq bo'ladi endi. Pashi degan kichik narsa u nima orqali nashr uni sho'rgan chog'da hamda ketlishib qolgan ish bo'ldi qoniga. Shuni uni avval qonni suyuldirib o'tib, undan keyin sho'raydi ekan. Endi pashiniki puturdagi tirnoqlari qattiq yerga anda besib turadigan, qattiq yerga besib tura oladigan yumshoq jismning ustiga siliq jismning, siliq buni siyrilib ketadigan siliq jismning ustiga qo'yilganda uni chaplashib turadigan ashula bir alohidalik bor ekan. Pashiniki endi undan boshqa pasha bir odamning terini, puruqini 60 kilometr yiroqdan turiya oladi ekan. Ya'ni biz ko'zga ilmagan oddiy bir pashada shunday mo'jizalar bor. Ham undan boshqa hasal herisi deb desak, u hasal herisi deganki bir kasb ko'maydi. Hasal herisidagi intizomchanlik unidagi mo'jiza deganda alohida bir to'plashga to'g'ri keldi. Demak, ana kichik narsa, ko'zga ilmagan kichik narsalarda shunday karomatlar bor hamda. Endi tafakkur qilaylik. Dunyoda hech qanday narsa o'zligidan bo'lib qolmaydi. Har qanday bir ijodiyatning ijodkori, har qanday bir san'atning san'atkori va har qanday bir asarning avtori bor. Paraxod deymiz, aeroplan deymiz, mashina deymiz, qurollarning hammasini yasagan bir ustasi bor. O'zligidan bo'lib qolgan ish yo'q. Masalan, uy ichida ishlagan kirolg'i deymiz, to'nglatg'i deymiz, yanfon deymiz. Shuning hammasining yasagan ustasi bor. Har qanday bir fabrikaning qurg'uvchisi va har qanday bir binoning binokori. Demak, dunyoda hamma narsaning ijod qiluvchisi bor. Endi biz misol qilgan shu pashini kim yaratdi? Uningdagi mo'jizalik apparatlarni kim yaratdi? O'zligida shunday bo'lib qoldimi? Dunyoda o'zligida bo'lib qoldigan ish bormi? Albatta buni Alloh taolo yaratdi. Alloh taolo shunday mo'jiza urlashdi. Endi Alloh taolo uchun shu oddiy bir pashini yaratish bilan lahang yaratish o'xshash. Masalan, lahang normaldagi bir lahang 150 uning endila tug'ilgan bir bola lahang 300 litr sut ichadi ekan. Bir lahang bir vaqtga 4 tonna baliq yeydi ekan. Aşında çoğun lahangni, ya'ni shu lahangning og'zida adam rahat yurib oladi endi. Yunus Aleyhisselamning yutib ketgan shu lahang endi. Demak endi shunda katta lahangni yaratganmi Alloh, kichik pashini yaratganmi Alloh. Alloh taolo uchun ikkilisi o'xshash yaratishda. Ya'ni ma tarafi xalqir rahman min tafawut. Rahman Allohning yaratganida hech qanday nuqson topolmaysiz. Avmunda ulab qopti, mamunda ulab qopti emas. Hammasi çoğun narsaga, çoğun aparatlarni, kichik mahluqotga ko'z ko'rinmaydigan kichik aparatlarni ashunda mukammal shaklda o'rnatgan hamda sunallohillazi atqana kulli shay innahu xabirun bima taf'alun. Bu
hamma narsani mukammal yaratgan Allohning sanatidir. Alloh haqiqatan sizlarning qilayotgan ishlaringizni bilib turg'uchidir degan oyat bunga dalolat qiladi. Qur'on Karimda ma'nosini tushunib o'qish, oyatlar ustida tafakkur qilish, koinotning har tarafiga qarab Alloh taolaning kamol qudratiga dalolat qiladigan alomatlar ustida mulohiza yurgizish iymonni kuchaytiradigan, aqlni ochadigan, Allohga yaqin qiladigan katta ibodatdir. Ya'ni tafakkur qilish, o'ylash, Allohning maxluqoti ustida o'ylash ibodat. Alloh taolo hammamizni tafakkur qilib ibodatning savobini topadigan mu'minlardan qilsin. Darsimiz bugun bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Aman bo'lin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.